Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan Suno AI sun'iy intellektida musiqa yaratishni o'rganamiz. Suno AI sun'iy intellekti musiqa, qo'shiqlar yaratish uchun ishlaydi. Asosan sizni videolaringiz uchun o'zingizga mos musiqalarni fonga qo'yishingiz uchun, keyin YouTube band bermaydigan o'zingizga yoqqan musiqalarni ishlab chiqishingiz uchun kerak bo'ladigan sayt bu Suno AI sayti. Birinchi navbatda biz ChatGPT ga murojaat qilamiz. Suno AI uchun promptlarni ChatGPT juda yaxshi tuzib beradi. Siz nima uchun kerakligini yozsangiz va Suno AI da bajarishingizni yozsalaring, o'sha Suno AI ga mos prompt qilib beradi. Musiqa tayyorlash uchun prompt kerak. Timelapse yo'nalishi uchun ana o'zimizga qanaqa mavzuda musiqa kerakligini yozdik va u promptlarni birin-ketin yozib beryapti. Universal Timelapse yo'nalishi olamiz promptni va bu yerga joylashtirib sozdavatni bosamiz. Mana ko'rib turganlaringdek tayyorlashni boshladi. Biroz kutib turamiz. Siz o'zingizga mos xohlagan musiqa yoki qo'shiqni yaratishingiz mumkin. Do'stingizni tug'ilgan kuni uchun ham biron bir musiqa yaratib, unga sovg'a sifatida jo'natishingiz mumkin. Mana birinchisi tayyor bo'ldi. Yaxshi. Ikkinchisini ham eshitib ko'ramiz. Menimcha ikkalasi bir xil bo'lib qolgan. Keyingilar tayyor bo'lishini kutamiz. Bizni yo'nalishimiz uchun biroz sayoz, qandaydir sekin boshlanyapti. To'g'ri keldi. Buni sal tezroq, sho'xroq boshlanyapti. Buni olib qo'ysak bo'ladi. Hozircha tura tursin. Keyingilarini tezkor qurilish uchun deganini qo'yib ko'ramiz va bu yerdagi promptni o'chirib
yangisini yozamiz. Создавать. Tayyorlashga kirishdi. Agar mabodo siz o'zingiz she'r yozsangiz, so'zini joylashtirib, musiqa uchun bironta g'oya ChatGPTga yozsangiz, musiqangizni tayyor qilib beradi va bu yerda tayyor she'ringizni joylasangiz, qo'shiqni bemalol tayyor holatda chiqarib olishingiz mumkin. Aytgancha, har bir qo'shiq generatsiya qilish 10 ta kredit oladi. Sunoga yangi ro'yxatdan o'tib kirganingizda 50 kredit beradi har doim. Bizda 50 kredit bor edi. 2 marta generatsiya qilganimiz uchun hozir 30 kredit qoldi. Buni ham eshitib ko'raylik. Hatto bemalol qo'shiq sifatida, musiqa sifatida eshitib yursa ham bo'ladigan muzika bu. Keyingisi bunisi juda sho'x boshlanibdi. Mana ko'rib turganingizdek, Suno AIda musiqa yaratish qiyin emas, juda oson. ChatGPT prompt yozasiz va u yozib bergan promptni shunchaki bu yerga joylaysiz va o'zingiz xohlagan musiqani yaratib olasiz. Yoqqan bo'lsa, videoim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bo'linglar. Keyingi videolarim bundan da qiziq bo'ladi deb sizlarga va'da beraman. Rahmat, sog' bo'linglar.